Assalomu alaykum qadrli go'zallar, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Bizga yangi zakazlar kelgan. Hozir bularni ko'pini hali narxini chiqarganmiz, chunki kargolari bor-da, shularni o'lchab keyin chiqariladi. Lekin tezda obzor qilib olishim kerak, chunki keyin vaqtim bo'lmaydi. Mana buni kremidan rosa ko'p sotganmiz, zo'r kremi. Esnaychi tarkibida skvalan, betain, gialuron kislota, kollagen, arginin, bu hamma narsalar yuzni zo'r namlantirib, oziqlantirib, ajinlarga qarshi ishlaydigan narsalar. Hozir yana bunaqasi keldi, bunaqa krem, yana yonida kichkina krem. Odatda birga ham olishadi, alohida ham olishadi. Bularni hozir narxlarini chiqarib qo'yaman. Mana buni toneri keldi. Qaranglar, bunaqa toneri, katta toneri. 300 ml. Tarkibida pantenol, betain, papain, ishqilib kremida bor moddalar. Mana bunaqa kremchasi bilan namlantiruvchi Aqua Oasis geliy kremdan namlantiruvchi krem. Yuzga yengil turadi, zo'r namlantirib beradi. 30 ml shekilli. Shunaqa keldi bu naborcha. Buni sirtkasi, mana sirtkasi ochib ko'rsatmoqchi edim. Mana qaranglar, sirtkasida katta sirtka 50 ml, yana 50 ml sirtka. Qo'yibqana hozirda kunda zo'r namlantirib, oziqlantirib beradi. Yuz namlanib oziqlansa, ana bu ajinlar sekinroq tushadi, keyin tushganlar ham yoyilishga yordam beradi. Mana bunaqa sirtkasi 50 ml bu yerda ham sirtka. Misol uchun sirtka idishi bo'lsa odamda, mana buni ishlatib olib, keyin qo'yib olsa bo'ladi. Plus kremcha. 10 ml kremchasi. Buni ham hozircha narxi bilan qo'yaman, hozircha bilmayman. Xullas, bundan unaqa ko'p emas, shundan zakaz qilganman. Keyin mana bu mayz, zo'r mayz. Oyoq og'rig'i, bo'g'im og'rig'iga suriladigan. Bizda ikkita bor bundan mayzdan, bittasini tugatishgandi. Kim qayeri og'rib qolsa, darrov surib olamiz. Shamollab qolsa yoki bo'ladi, bo'ynim og'rib qoldi, belim og'rib qoldi, oyog'im og'rib qoldi. Yosh bolalarga ham hattoki mumkin. Endi yosh bola ham 7-8 yoshdan teva yosh bolalar. Mana bu oqartiruvchi Whitening Mela Plus pigment ampul. Tarkibida qaranglar, niacinamid, arbutrin, tarniksan, glutathion, ekzoson, pantenol B5. Ham tinchlantiradi, ham oqartiradi. Bundan tugab qoladi. Tom Cito degan brendniki bundan keldi. Narxi 220 ming, buni bilaman. Mana bu skidkada SPF'imizdan yana keldi 90 mingdan. Medipilda SPF 50 ml bo'ladi. Mana bu yerda 50 ml. Mana bu bir xilgilar ichida chiroq qilsangiz ko'rinadi-da, menda havo turadi. SPF'larda havo bo'lishi kerak. Ataylab havoli qoldirishadi. SPF ichida shunaqa hali ishqilib havo kerak. Yanib qolmasligi uchun, formulasi buzilmasligi uchun. Haqiqatan taroziga qo'ysangiz, idishlaridan 65 ml chiqadi. 15 gram idishiga. Mana bu lab balzamdan keldi. Bu cherry giloslik ekan. Menimcha hammasi cherry. Ham mana bunaqa rang beradi, ham labni zo'r namlantirib turadi. Bundan ham so'rashadi, tugab qoladi. Hozir lab balzamdan har xildan keldi. Mana Golden Rose'dan ham hammasidan bittadan bu Golden Rose bilasizlar, bunaqa nimaniki, turetskiy brend bu. Pulpinolik. Yana bir nimalik yozilibdi. Bu aloe vera, yana jojoba oil, vitamin E. Mana bunisi klassический. Bunun yana SPF'lari ham bor ekan. Labda ham ana yosh o'tgan sari lab ham qanaqadir silliqligi yo'qotadi. E'tibor bergan bo'lsalar, nimalar ko'payadi, chiziqlar. Quyoshdan ham saqlab berar ekan. Endi hozir quyosh yo'q, keyin quyosh chiqsa. Mana bu Batiste suxoy shampun. Buni hidi ham zo'r, sochingizga sepganda suxoy shampun nima degani deganlarga. Har bitta odamda suxoy shampun bo'lishi kerak. Har xil vaziyat bo'ladi. Bir xil payt boshingiz kir bo'lsa, yuvalmaydigan holatlar bo'ladi-da. Shunda sepasiz, ildizlarga sepib, birinchi sal oqaradi, qo'lingiz bunday qilib anaqa qilib yuborasiz ildizlaringizni. Keyin sochingiz
yog'li sochlar quruq bo'lib, ya'ni yangi yuvilgandaqa bo'lib qoladi. Menda bor edi, afsuski bir nima bo'ldida, mana aytib mana pompasi uzilib ketdi, keyin qaytib qo'ya olmadim. Tashlashga majbur bo'ldim. Chunki bu issiq havoda ishqilib qolib ketgandi. Buni hech qachon ko'cha-po'chada qoldirib bo'lmaydi. Anonisi chiqib ketar ekan. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Tashlashga majbur bo'ldim. Hozir men to'rtta aytdim, ikkita ketdi. Keyin o'zimga ham zakaz qila olaman. Mana buni hidi gullardi, shirin hidi, mana bunisi gilos hidi, vashcha zo'r hidi, bomba. Xuddi sochingizga atrofga qo'ygandek narsa. Buni har kuni ishlatib bo'lmaydi. Ekstremniy vaziyatlarda ishlatish kerak. Boshingiz yuvolmagan paytingiz bo'lsa, lekin zo'r narsa patsist. Narxini endi qo'yaman. Narxi bilan endi qo'yaman. Bunaqa qimmat emas, 85 ming, 90 ming atrofida. Buni aytdim, mana bunaqa Plumperdan yana keldi. Achchiq bu, ya'ni labizga surganingizda labiz yonadi. Mana bunaqa rangi, bunaqa pushtiroq rangi, bunaqa to'q emas, chiroyli labni rangiga yaqin. Blesk o'xshaydi, mana bunaqa shotkachasi, mana bunaqa labga surasiz, blesk beradi и bir 5-10 minut qalampir surkab olgandek bo'ladi. Bu nima? Bu chunki labni ishiradigan mikro eglari bor. Ya'ni botoks effektini beradigan anaqa labga plumper deydi. Bitta klientimiz Noni surtkasini zakaz qildilar, Pantanol kollagen bor. Shunga zakaz qilib bergan. Yana bitta klientimiz mana buni zakaz qildi ancha oldin. Bilmayman hozir kerak bularga yo'qmi. Keyin bitta zakaz qildi, o'zi bitta qo'ygan ekan, boshqa yo'q ekan. Shunga keldi. Lagomda loyli maskasi, yuzingizda qora tochka, pora, yana shunaqaga moyli, qora tochka moyligi bo'lsa, siz haftada bir marta loyli maska ishlatib turish kerak. Poralarni tozalaydi, yuzni tozalaydi. Poralarni qisqartirishga yordam beradi. Buni aytdim. Oqartiruvchi bunaqa qo'ltiqdagi yoki umuman mana bu tirsak qorayib qoladi, tizi qorayadi. Shunga oqartiruvchi kremlarim keldi. Vitaminlar ko'rsatmoqchiman. Mana shu vitaminda juda ham ko'p vitaminlar bor. A, B, C, D, E vitaminlari, yana boshqa multivitamin, o'zi ko'plab vitaminlar bor tarkibida, halol tarkibi. Mana bunaqa bolalar uchun maza qilib yeydigan vitaminlar keldi. Yana mana bunaqasi keldi. Bularni ham oldin qo'ygandim, yana bir marta qo'yib yuboraman. 200 mingdan vitaminlar ichida 60 tadan bo'ladi. Bular tarkibi bilan nimalar borligini hammasini qo'yganman. Mana bu gijjaga dori zakaz qilishganda, hozir menimcha bundan o'sha qolmasa ham kerak. Bundan keldi. Bitta klientim 10 ta zakaz qilganlar. Hozir qoladimi, qolmaydimi bilmayman. Eco shampundan, Eco Organidan keldi. Katta shampun 760 gram, besulfatli. 140 ming, chunki bu besulfatli shampunlar shunaqa qimmatroq bo'ladi. Mana bu Silk brendini Glow, ya'ni yuzga yaltilash, blesk, ajinlar bilan kurashadigan toneri, svirtkasi kremi keldi. Bu hozir ham mashhur bo'lyapti, populyarni yangi chiqqan brendlarda. Ulardan ham keldi. Nabor qilib ishlatsa ham bo'ladi. Keyin Dalbani ikki xilidan o'tgan safar zakaz qildim, tugab qoldi. Yana keldi. Bu toneri. Bunisi ya'ni mistda sepiladi, makiyajdan oldin sepsa bo'ladi, makiyajdan keyin svirtkada qashlatsa bo'ladi. Kun davomida yuzingiz mabodo qurib qolsa, makiyajdan ham sepsangiz bo'ladi. Bunisi чувствительный yuz uchun ichida ikkita bo'ladi, alohida sotiladi. Bunisi hamma yuz uchun. O'tgan safar klientlarimizga jo'natganimizda nimaga korobkasi yo'q deganlar uchun, chunki bu ikkitalik edi, shuning uchun kimgadir korobkasi bilan jo'natganmiz, kimgadir bez korobka jo'natganmiz, bitta bo'lib jo'natganmiz, hech kimga ikkita kerak emas-ku. Shuning uchun shunaqasi kelgandi 1+1. Shuning uchun narxi ham shu arzonroq edi nisbatan. Alohida esidan ko'ra 210 mingdan sotdik shekilli. O'zi 240 ming sotardik oldinda, alohida korobkaligini. Mana bu tonerdan ham zo'r toner, yuz quriyotgan bo'lsa, namlantirishga, oziqlantirishga, himoya qavatini tiklashga, Silimax Dual toner bundan rosa ko'p sotamiz. Chunki haqiqatan yaxshi odzivlari ham, tarkiblari ham bittada yuzda qurishini oldini oladi. Ona Abibni
krem, svirtka oqartiruvchisi, yana toneri kelgandi. Endi CC krem emas, bu aslida SPF, lekin SPF u bunaqa ton beradi, oqartiradi yuzingizni. Oq bo'lib chiqadi ozroq. Namlantirib turadi, keyin teringiz rangiga moslashib CC kremda qilib turadi. Zo'r narsa ekan. Alohida SPF, alohida CC krem emasdan bitta shuni olsa bo'ladi. Bunaqa yuzda 100% kamchiliklarni bekitmaydi, chunki CC krem yengil bo'ladi, lekin SPF kuchli. Bemalol 4+, bemalol 5-6 soat himoya qiladi. Klientimiz omega zakaz qilganlar, bu eng qimmat omegalardan. Dozasi katta, buni bir kunda bitta ichilsa yetadi. Butunini zakaz qilganlar, keyin zakazlarni terishim kerak. Mana bu Orchid turdan zakaz qilganlar, yana mana bu S-Nature kremidan zakaz qilganlar. Apple Juice, bu Chanel tenderda birga bir Zara'ni atiri. Bu solib qo'yaman. Narsalarni terib berishim kerak, bir haftalab bo'ldi aytganlarga. Keyin vitamin C, zo'r vitamin C kerak deganlarga, vitamin C ham bilasizlar, antioksidant. Faqat vitamin C'si bor bas, bitta vitamin E'si, gyaluron kislotasi bor, 20 gram. Lekin zo'r vitamin C. Buni ko'pchilik ishlatgan, zakaz qilib bering degan, topib bera olmayotgandim. Mana hozir 3 dona bor. 190 mingdan. Haqiqatan zo'r oqartirib, ochartirib, yaltiratadi yuzda. Mana bu SPF, roundlab SPF'ni. Hozir bizda ko'ki bor, ton beradiyoni bor. Ton beradigan ekan qopdi. O'tgan safar jihatdan topa olmadim. Hozir ham kam, 4 dona xolos. 170-180 mingdan sotganmiz oldin. Hozir zo'r skidkada 150 mingdan sotyapmiz. Himoya kuchi ham zo'r. Keyin mana bu svirtkani ham bir yo'qarisida topish qiyin edi. Ordinary tseniki bor, niacinamidi bor. Buni o'zini ishlatgan, buni o'zini odamlari bor ishlatishadi, keyin yana qayta ishlatishadi. Ugurili kombinirованный yuzga, porasi bor yuzga, keyin ana bir xilga yuzlar yog'lanib ketadi. Shu yuzlarga ham yaxshi tushadi svirtka. Budjetni, lekin yaxshi krem bering deganlarga mana shu kremni beramiz. Maza qilib ekonom qilmasdan surishadi. Bariderm krem, gyaluron kislota bor va boshqa namlantiruvchi, oziqlantiruvchi narsalar bor. Yuzingiz qurayotgan bo'lsa ham zo'r, 90 mingga 100 ml krem. Yana nima keldi? Vitamin C keldi, penkalarimiz 130 mingdan. Buni ham rosa ko'p sotamiz. Turkiyada yana zakaz qilamiz. Shunaqa narsalar borki, qayta zakaz qiladi. Yana bitta penka mana bu. Mishani 100 ml penkasi. Gyaluron kislotasi bor. Bu ozgina vitamin C, bu ham quritadi, lekin bir xil quritmaydi. Menga mana shu aynan shunaqa penkalar yoqadi. Yuzim yuvgandan keyin toza bo'lganini his qilishim kerak deyshadi. Darrov toner svirtkalarni sursa, quritish xususiyati bir pasda keladi. Mana bu melanom. Nima ekan bu? Svirtkasi ekan. Krem bilan zakaz qilishadi demoqchi edim. Mana krem. Krem 110 mingdan, byudjetniy krem 30 ml. Ko'p emas, lekin ana shuni ham bitta klientimiz ishlatyaptilar. Yana zakaz qildilar, yoqibdi. Shunga yana qo'shib zakaz qildik. Keyin yangi chiqqan kremlardan Viti Cosmetics'da foydalanli krem. Foydalanli yuzli kapsula kremi. Ichida dumaloq kapsulalar bor. Ulardan narxlardan qo'yaman. 220 ming adashmasam. Mana bunaqa zo'r svirtkasini sotganda oldin mana bunaqa faqat bitta svirtkasi bo'lardi. Hozir mana bu svirtka bor, ichida 30 ml, ya'ni essensiyasi podarinlik. Bu podarin nima? Polinukleotid deb nomlanadi. Baliqlarda ko'p aytganman videolarimda. Baliqda shu DNK'sidan olingan losos balig'ini, keyin shu terimizga yaqin modda bo'lgani uchun yuzimiz teriga yaxshi ta'sir qiladi. Ajinlar kurashadi, wrinkle deyapti. Yuzda elastik holati bilan ishlaydi. Nima demoqchiman, bu yerda 3 ta Redley Shot mana bunaqa svirtka sotganmiz. Mikro ignali, haqiqatan ignalari bor, yuzga surganda sanchilgani seziladi. Mana shuni 3 ta probniki bor. 100lik, 300lik plus mana bunaqa yana 10 ml essensiyasi bor. Bu ham shunaqa holatda sotiladi. Narx bilan qo'yaman. Mana bu svirtkaga, essensiyaga mana bunaqa sovg'a berishyapti ekan. Snail shilliq qurt.
Cosrx'da shilqib essensiyasi ham zo'r yuzda tikiladi. Glow, ya'ni yuzni yaltiratib qo'yadigan effekt beradi. Buni ham ko'p sotamiz, o'sha 3 yil, 4 yildan beri. SPF'dan foydat zakaz qilishadi. Hozir buni o'sha egalari bor, shuning uchun yana keyin zakaz qilaman. Ko'proq zakaz qilaman, ikkita zakaz qilib turibman. Foydalan Glow Essence SPF bu. Mana shu SPF. Yana nima keldi? O'tgan safar Laneige lab balzamini sotib tugatib yubordik. Endi mana bunaqa KNLda lab balzami. Xuddi Laneige'ga o'xshaydi. Tarkibi ham, o'zi ham, narx jihatidan ham bu lime, limonlik. Shunaqasidan keldi. Laneige qolmabdi. Yana nima keldi? Ecladon'da 3 xil SPF keldi. Oil free, yog'lik yuzlar uchun, tone up, quruq yuzlar uchun. Bunisi normal, quruq yuzlar uchun. Bunisi ton beradi, bunisi ton bermaydi, bunisi yog'li yuzlar uchun oil free bekorga. Bularni ham kargosini ko'rishim kerak, narxlarini qo'yib qo'yamiz. Bundan o'zi ko'p sotardi, bir Ecladonni hamma narsasidan sotib turdik, lekin kelmay qoldi. Endi yana faqat SPF keldi, boshqa narsasi yo'q. Mana bu kremni ham rosa so'rashyapti mendan, tranexamin kislota, lekin oqartiruvchi kremi, tranexamin kislotasi bor. Niacinamid, glutation bilan boyitilgan oqartiruvchi krem. Accessory'da kremi. Narxi bilan qo'yaman. Accessory'da niacinamid sortkasidan ham keldi. Bundan ham 5% niacinamidi bor. Bundan ko'p sotamiz, tugaydi yana keladi. Penkasidan keldi. Lagon penkasidan keldi. Men eng sevimli penkam, chunki hidi вообще bomba. Juda ham приятный. Pupani pudrasidan so'rashganda, bu yerda hozir oq rangi, bug'doy rangi ikkitadan kelgan. Enzimkalarimiz tugaydi, mana 3 ta zo'r enzimka, mana Medipil ham zo'r. Enzimkalar bir xil vazifani bajaradi, yuzda o'lik hujayralarni tozalaydi. Haftada 1 yoki 2 marta ishlatsa bo'ladi. Yog'li bo'lsa yuzingiz 2 marta ishlatsa, 1 marta quruq yuzga tavsiya etiladi. Peeling vazifasini bajaradi. Yo peelingiz, yo enzimli pudringiz bo'lishi kerak. Buni yuvgandan keyin yuzingiz yumshoq, silliq bo'ladi. Undan keyin suriladigan narsalaringiz yaxshi suriladi yuzga. Hop. Nimalar keldi? Bo'ldi. Vitamin C Good kremidan уже olishuvdi. Penka olib ketdim. Penka. Shunaqa narsalar keldi. Mana buni tarif bilan qo'yaman. Bu ham mana og'riq qoldiradigan maj ekan. Buni zakazim bor edi. Ancha bo'ldi shekilli, hamma narsani gapirib bo'ldim. Endi yana narsalar, yana zakazlarim bor, yo'lda keladi ular ham. Mana bu krem ham Lala Resept'dan niacinamid, yuzu vitamin C. Yengilroq krem, yuzimda krem og'irlik qilyapti deydiganlar uchun oqartiruvchi 5% niacinamid, AHA vitamin C и 74% yuzu ekstraktini, ya'ni limon va apelsin gibridi bo'lgan narsa, mevani vitamin C li krem. Medipil kremdan ham keldi, buni ham rosa ham mana shu o'zim ishlatganman. Birinchi kremim bo'ladi, to'g'risini aytganda, birinchi yaxshi kremimdan shundan boshlaganman Medipilda. Bunga ham o'zining klientlari bor, doim so'rashadi. Shunaqa kosmetikalarimiz keldi. Sizlarga qiziqarlimi o'zi? Obzor qilish, bir xil terini ham so'ragani. Lekin keyin nima uchun olaman, nima keldi, nima bo'ldi deb so'raganda, har bitta odamga javob bergandan ko'ra bitta video qilib javob bergan yaxshi. Shuning uchun qilib video oldim.